Yana bir bora Word darsida hammani ko'rib turganimdan bag'oyat xursandman. Stavka bo'limi 4-qism. Xudo xohlasa bugun shu bo'limni tugatamiz birgalikda. Bu dastur barcha soha egalariga juda ham kerak. Barcha soha egalariga. Albatta o'ylayman darslar sizlarga manzur ma'qul bo'layapti. Agar bo'layotgan bo'lsa shunchaki bir dona reaksiya qoldiramiz. Savollar bo'lsa izohda yozib qoldiramiz. Va shuni aytib o'tishim kerak, Telegram kanalimizda chorshanba va shanba kunlari kechki vaqt soat 8 dan 9 gacha onlayn darslar ham bo'ladi. Savollar tayyorlab qo'yishlaringiz mumkin. Batafsil savollarga javob berib o'taman. Demak, darslarga qaytamiz. Azizlar, stavka bo'limi biz zakladka haqida gaplashamiz. Zakladka bu aslida nima? Tasavvur qiling, siz hujjatingizda juda ham ko'plab varoqlar bor. Bu varoqlarda boblar bo'ladi. Boblar kichkina bo'limlarga bo'linadi. Birinchi bob quyidagicha nomlangan. Ikkinchi bob ham pastda yozilgan. Zakladkani endi ishlatishni o'rgataman. Zakladka birinchi tanlanadi bob. Zakladga kiriladi va bu yerda tanlangan bobning qisqacha ma'nosi, mazmuni. Misol uchun tarmoq deb qo'yamiz, dababit qilamiz. Bo'ldi, chiqib ketamiz. Endi ikkinchi bobga tushamiz. Misol uchun mana bu ikkinchi bob. Tanlayman, yana zakladga kiraman. Endi tarmoqni o'chiraman. Uning o'rniga samara deb yozaman. Misol uchun samara. Dababit. Bu ham bo'ldi. Uchinchi, shaxsiy rivojlanish haqida top 5 ta kitob. Zakladga kiraman. Samarani o'chiraman va shaxs dababit. Bo'ldi. Endi mana shu joyga keldik. Xo'p, biz shu joyga kelgan bo'lsak, ya'ni bizda 9 varoq bor, biz hozir 7-varoqdamiz. Shu joydan men birinchi bobga o'tishim kerak. Yana vaqtdan yutqizmasligim uchun zakladkani bosaman. Men birinchi bob nima edi? Tarmoq. Tarmoqni tanlayman. Pereytini tanlayman, birinchi bobga o'tdim. Ikkinchi bob samara. Samara, pereyti. Xo'p. Xo'p, hozir ko'ramiz. Uchinchi bob shaxs. Pereyti. Mana. Samara, pereyti. Zaklit. Mana. Demak, qisqa va lo'nda qilganda ma'lumotlarga tezroq o'tishni ta'minlaydi zakladka. Tak. Примечание degani bu to'g'rog'i bu izoh, kommentariya. Misol uchun siz mana shu so'zni ma'nosini topolmayapsiz yoki muhim so'z. Bunga kommentariya eslatib qo'yish uchun izoh berib qo'yishingiz mumkin. Mana bosasiz va mana bu yerda kim izoh beryapti? Misol uchun yozasiz. Qanaqa izoh? Bu so'z nima? No. Hop. Anglatadi. To'g'rog'i anglatadi. Mana. Endi sichqonchani olib kelaman. Aynan shu so'zni menga ko'rsatadi kompyuter. Endi buni o'chirib tashlashim kerak. Sichqoncha o'ng tarafi udalib примечениeni bosaman va o'chib ketadi. Tushunarli. Примечение. Endi kalentitul, ya'ni ko'plab kitoblar o'qigan vaqtimizda kitoblarning yuqori qismida avtor nomi yoki kitobning nomi bo'ladi yoki o'sha asar nomi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Va varoqning pastki qismida nomer turadi. Yo o'rtada, yo chapda, yo o'ngda. O'sha narsani bizga verniy va nijniy kalentitullar qilib beradi. Misol uchun men hozir varoqning eng yuqori qismiga 2 marta sichqonchani tanlasam, menda mana bunaqangi verniy va nijniy kalentitul avtomatik chiqib qoladi. O'zingiz qo'lda ham yozishingiz mumkin. Misol uchun kitob nomi nuqta qo'yib, tab qo'yib, misol uchun qanaqadir yana nom qo'yib, bo'sh joyga bosasiz. Mana kitob nomi debsiz, qolgan joylarga mana kitob nomi deb chiqib qoladi. Varoqlarga kitob nomi, hammasiga kitob nomi. Yaqinlashtiradigan bo'lsam, mana ko'rishimiz mumkin. Kitob nomi.
Xo'p, endi nomer stranitsasiga o'tamiz. Nomer stranitsasi bu yuqori varaqning yuqori qismiga nomer qo'yish va pastki qismiga chap, o'rta, o'ngga varaq nomer qo'yish. Men o'rtaga nomer qo'yishni bosaman. Bosadigan bo'lsam, menda mana bunaqa birinchi varaqda mana hozir birinchi raqamli nomer chiqdi. Tanlayman. Tanlaganimdan so'ng men glavniy bo'limiga o'tib, varaqga, ya'ni nomerga razmer beramiz, o'lcham va shriftini o'zgartirib qo'yamiz. Mana. Qaraydigan bo'lsak, birinchi varaq, mana birinchi varaq. Pastga tushamiz. Mana ikkinchi varaq, bu yoqda kitob nomi ketyapti. Uchinchi varaq, mana 4, 5 ketaveradi. Va endi sizlarga yana bir ma'lumotni shu o'rinda aytib ketishim kerak. Shunaqa hujjatlarda, ya'ni maqolalarda bo'ladi. Birinchi mundarijada nomer yozilmaydi. Kitoblarda ko'rgansizlar. Birinchi varaqga yoki ikkinchi yoki uchinchi varaqga kitoblarda nomer yozilmaydi. 4-varaqdan yoki 3-varaqdan birinchi nomer yoki 3-nomer deb yozilib ketadi. Ya'ni 1-2 qo'yilmaydi. Shunaqa paytda qanday qilish mumkin bu narsani? Demak, bunaqa paytda biz avvalambor qog'oz varog'i raqamini ustiga bosib olamiz va mana bu joyda qalin titul degan bo'lim ochiladi va mana bu birinchi funksiya yoqib qo'yiladi. Qisqasi, ko'rishimiz mumkin. Mana bunaqangi holatga o'tib qoldi va men mana bu birni o'chirib qo'yaman. Azizlar, qo'lda o'chiraman. Mana o'chdi. Lekin 2, 3, 4 o'chgani yo'q mana. Ko'rishlaringiz mumkin. 2 ga kelaman mana. 2 ga keldim. 2 ni ham o'chirib qo'ydim mana qaranglar. 2 ni o'chirib qo'ydim. Uji nima bo'ldi? Boshqalarida o'chdi mana. Sezilaringizmi, yo'qmi? Mana boshqalari o'chdi. Demak, Ctrl Z qilib qaytarib qo'yaman orqaga mana 2 ni. Boshqalari o'chmaydi shunda. Va endi azizlar, men mana shu 2 ni o'ziga turgan holatda listavka bo'limi, nomer stranitsasi, format nomer stranitsasiga kiramanda, mana nachatni esa xo'p, men 0, ya'ni to'g'rirog'i 0 deymanda, OK ni bosaman. OK ni bosaman. Endi ko'ramiz mana nima bo'lar ekan. Mana 1 chiqdi. Ikkinchi varaqda birinchi raqam chiqyapti. Uchinchi varaqda ikkinchi raqam chiqyapti mana. Ko'rishingiz mumkin. Men bu yoqda 3-varaqda turibman, lekin ikkinchi raqam chiqyapti. Varaqni qayerdan ko'ryapman? Mana bu joydan ko'ryapman. Mana shu joyda yaqinlashtirib ko'rsak mana. Hozir 9 ta varaq bor, men 3-varaqda turibman. Tushunarli hammaga. Tekstli polya bu nima degan? Bu yozuv maydoni. Bundan ko'p foydalanmayman va tavsiya ham qilmayman. Qolganlari uncha ko'p ishlatilmaydi va mana bu yerdan sizlarga matematik formulalar qayerdan chiqariladi? Aynan mana shu joydan upravleniyaga bosamiz. Bizda mana bunaqa maydon ochiladi. Bu yerda mana kasrlar, mana qo'yish ko'rishimiz mumkin. Darajalar, indekslar, mana kimyoda, ayniqsa kimyo fanida o'shanda ishlatiladi. Matematikada ildizosti mana shu joyda topiladi. Mana boshlang'ich va hokazo. Mana bu maxsus belgilar ham bor. Mana bu joyda mana omega, delta, pi, adashmada ko'plari esimdan chiqib ketgan, alfa, beta, gamma. Xo'p, va hokazo. Oliy matematikada ko'p ishlatiladi ular. Xo'p, endi men Ctrl Z qaytaman. Stavka bo'limi, simvollar, ya'ni belgilar bor bu yerda. Другой simvolga bosamiz, mana har xil belgilarni ko'rishimiz mumkin. Xo'p, mana turli xil rim harflari, arab alifbolari va hokazo va hokazo. Mana bu yerda o'zining bo'limlari ham bor. Mana bukvi izmenение probel mana va hokazo ketaveradi. Tak, shu bilan bugungi darsimiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. O'ylaymanki, bugungi dars maksimal darajada hammaga foydali bo'la oldi. Albatta reaksiyalaringizni qoldirib ketasizlar. Xudo xolasa keyingi darslarda yana shunaqangi chiroyli holatda, chiroyli davrada ko'rishguncha deb qolaman.